Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana hakikaten paylarda oturibmiz. O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov ayni kunlarda muqaddas umra safarini ado etmoqda. San'atkor Madina shahridan shogirdi Akmal Mirzo bilan birga tushgan surat va videolari orqali muxlislariga ko'rinish berdi. Avvalroq ustoz san'atkorga umra yo'llanmasini aynan shogirdlari sovg'a qilgani haqida xabar bergan edik. Dunyoga yetmading, dunyo talashib, nimaga erishding shuncha savashib, ma'no topmoq bo'lsang mana bu yer qariga boq, ne jahongirlar yotar qalishib. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo, ketib olay, qoyin tavof etib olay, to'xta ey xalq yetib